Assalomu alaykum hammaga. Mana ochiq osmon ostidagi yangi katilxonamiz taqdimot marosimi bo'lyapti. Xolislar ishtirokida. Mana 2025-yil eng trenddagi katel EcoBoiler 2025 Redline. Katellar yoqdik. Mana xudo xolasa 50 gradus bo'ldi. 40 gradus. Ilhomjon katellar yonish bo'yicha umumiy tushunchalar. Ko'mirni sorti qanaqa edi bu? Nomi? Belolma. 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 Ilhomjon mana uydagilarga, mana boshqa katel olganlarga eng ko'p so'raladigan savollar bor. Qanday yoqamiz, nima qilamiz degan savollar yana bitta qaytadan. Hozir boshdagi yaxshilab tushuntirib quloq solib turasiz, qana yoqish bo'yicha tushuncha hosil qilib olasiz. Kerak ekan mana bizda asosan bo'layotgan savollar mana shu ikki palajinali taymerda. Ha mana 05M 09S turibdi. Endi motorni modeliga qarab turib farq qiladi. 3 sekundda ishlaydiganlari bor, 5 sekund, 9 sekund oborotiga qarabda. 05M mana shu yarimi dam olishi. Mana dam olyapti. 3 minut bo'ldi. Yana 2 minutdan keyin ko'mir suradi. 5 minut dam oladi. Ha, 09S turibdi, S. Bu shinekda aylanish vaqti. 9 sekund, ha. 9 sekund ko'mir suradi. Bo'ldi, shuni. Ko'mir ko'payib ketib qolsa, perrasxod bo'lib ketsa, mana sekundlarda mana ozaytiriladi. Mana tepadagi knopka minus turibdi, mana ozaytirish mana. Mana 5 sekund qilib qo'yish mumkin. To 1 sekundgacha qilib qo'ysa bo'ladi. Bu hammani uy rasxotiga qaraydi uyda. Katel bir xil. Ha, biz hozir o'rtacha 9 qo'yganmiz boshlanishiga. Suvlar sovuq hali. Mono tomoniga pash tegilmaydi. Agar bu 1 sekund qilganda ham perrasxod qiladigan bo'lsa, keyin monolarda minut qo'shiladi. Keyin bu tarafga o'tiladi. Bu taraf 98% holatlarda tegilgani yo'q. Faqat mono 09S. Shuni ozaytiriladi, ko'paytiriladi. Ko'paytirish qachon ko'mir oldida kuli ko'payib ketib, garilgani 3 tomonida yonish pasayib ketib qolsa, sekin sekundlarda qo'shib qo'yiladi. Masalan, monosini essangiz mana 19 bo'ldi. Bo'ldi, endi 15 qilmoqchisiz. Bo'ldi, mana 15 bo'ldi. Masalan, endi bir qo'shilaveradi, uni birdaniga 10 qo'shilmaydi. Bo'ldi, bu tomonni masalan 80 gradusga qo'yildi. Shu 80 gradusga chiqqanda uni qizil sveti yonib, уже dam olishni boshlaydi katel. Ventilyator ham dam oladi, motor ham dam oladi. To'klar keyin iloji boricha bunaqa bo'lmasligi kerak. Tok 200 dan baland bo'lgani yaxshi, stabilni. 200 dan past bo'lsa nima salbiy ta'siri bor buni? Ventilyatorda ishlash pasayadi, motorni surishga qiynaladi. Stabilizator bo'lsa, stabilni bo'lsa, tok mana bu narsa ventilyatorda ham bitta me'yorga qo'yasiz, shu bilan tegmaysiz. Tok pasayganda qo'shishga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, haligi ko'payganda yana pasaytirishga to'g'ri kelib qoladi. Keyin buni doim bitta odam o'ynab turishga to'g'ri keladi. Undan bittaga qo'yiladi. O'shanda qoladi, stabilni bo'lsa tok. Tok 220 bo'lsa bo'ldi. Xo'sh. Keyin katelga qanaqa dam-hod qo'yish kerak? Necha metr bo'lish kerak? Shularga ham tushuncha bering bir. Dam-hod 6 metr bo'lgani yaxshi. 4 metr qo'yilayotgan joylar ham bor. 4, 5, 6 metrgacha. Undan baland shart emas. Hop, sandwich qilib o'ralsa yaxshi. Azbiz qo'yishadimi, tunukadan qo'yishadimi? Stiklovatamini o'rab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Terlash, oqish. Katelda ishlashiga lekin ta'sir yo'q bu katellarga. Dimoxodda sandwich qilinishi, qilinmasligi. Polavtomatlarda lekin ta'siri bor. Bu katel yoqqanda yana necha kunda bir tozalanadi, nima qilinadi o'shani batafsil. Mana eplabmenlikda har kuni vaqt ajratiladi. Bir sutkada bitta vaqt 5 minut, 10 minut. Shunda tozalab turilsa yaxshi. Effekt yaxshi bo'laveradi. Endi ko'mirlar turiga qaraydi. Qaysidir ko'mirlar qurumni ko'proq chiqaradi. Uchib yonadigan arishka, belolma shu ko'mirlar. Ularda tez tozalab turgan yaxshi, lekin 2 sutka, 3 sutkada bir tozalasa ham bo'laveradi. Endi u effekt sal pasayadi, ko'mir rasxod ko'payadi katelda. Dimoxodda ham shu haftada bir chiqib, generalni uborga qilgan yaxshi. Nimagaki hozir Qirg'iziston ko'mirlari o'sha yog'li ko'mir deydimi?
O'zidan qurumni ko'p chiqaradi. Yaxshi. Ilhomjon rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha. Yashang.